Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar va qadrli yoshi ulug'lar. Bugungi videomiz siz 6 yoshdan oshgan nafaqaxo'rlar uchun g'oyatda muhim va dolzarb masalalarga bag'ishlangan. Sizning nafaqangiz hajmi, uning hisoblanish tartibi yoki qo'shimcha imtiyozlaringiz bilan bog'liq yangi o'zgarishlar haqida gaplashamiz. Ehtimol bu mavzu hozirda sizning e'tiboringizdan chetda qolayotgandir. Lekin ishonib aytsam, ushbu ma'lumot sizning shaxsiy moliyaviy ahvolingizga bevosita ta'sir qiladi va uning ahamiyatini ortiqcha baholash qiyin. Har bir tiyin muhitini ortiqcha baholash qiyin. Bu videoni e'tiborsiz qoldirish, ochiqchasiga aytganda katta xato bo'ladi. Hozirning o'zida kanalimizga obuna bo'ling va ushbu foydali videoga like bosing, shunda bu ma'lumot ko'proq insonga yetib boradi. Men sizlarga barcha nozik jihatlarni tushuntirib beraman. Toki siz o'z haqqingizni to'liq bilib oling va hech qanday imkoniyat qo'ldan boy bermang. Muammoning mohiyati, avvallari qanday edi va hozir nima o'zgardi? Keling, avvaliga nafaqalar tizimi qanday ishlaganiga bir nazar tashlaylik. Yillar davomida nafaqalar tizimi doimiy ravishda takomillashib keldi. Odatda nafaqa miqdori fuqaroning ishlagan davri, ya'ni mehnat staji va shu davr mobaynida olgan ish haqi miqdoriga qarab hisoblab kelinar edi. Bu jarayon nisbatan an'anaviy va ko'pchilik uchun tushunarli edi. Ko'pgina hollarda pensiya jamg'armasi xodimlari sizning mehnat daftarchangizdagi yozuvlar va ish haqi ma'lumotnomalar asosida hisob-kitoblarni amalga oshirar, siz esa tayinlangan nafaqani har oyda olishingiz mumkin edi. Ba'zan ushbu hisob-kitoblarda, ayniqsa mehnat daftarchasida xato yozuvlar bo'lsa yoki ish joylari tez-tez o'zgargan bo'lsa, ma'lum muammolar yuzaga kelardi. Lekin umumiy mexanizm shunday ishlardi. Siz ishlaysiz, ma'lum bir miqdorda badallar to'laysiz va keksalikda shu badallar asosida nafaqa olasiz. Ammo hozir vaziyat biroz boshqacha. Yaqinda qabul qilingan qonunchilik hujjatlari va tartiblar nafaqa tayinlash, balki mavjud nafaqalarni qayta hisoblash mexanizmiga ham sezilarli o'zgarishlar kiritdi. Bu o'zgarishlar ko'plab sabablarga ko'ra amalga oshirilmoqda. Birinchidan, iqtisodiy o'sish va inflyatsiya sharoitida aholining turmush darajasini yaxshilash maqsadida nafaqalarning xarid qobiliyatini saqlab qolish zarurati paydo bo'ldi. Ikkinchidan, ilg'or xorijiy tajribalarni o'rganish va joriy etish orqali nafaqa tizimini yanada adolatli va shaffof qilishga intilish bor. Uchinchidan, ba'zi nafaqaxo'rlar, masalan, pensionerlik yoshidan keyin ham mehnat faoliyatini davom ettirganlar yoki ish haqi bo'yicha ma'lumotlari to'liq bo'lmaganlar uchun adolat tiklash maqsadida yangi imkoniyatlar yaratildi. Endi ba'zi bir pensionerlar uchun nafaqa miqdori avtomatik ravishda qayta hisoblab chiqilishi mumkin bo'lsa, boshqa holatlarda ushbu imkoniyatdan foydalanish uchun pensionerning o'zi pensiya jamg'armasiga murojaat qilish talab etiladi. Aynan shu nuqta g'oyat muhim. Agar siz ushbu yangi tartiblardan bexabar bo'lsangiz va tegishli choralarni ko'rmasangiz, sizga tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan qo'shimcha mablag'ni yoki yangi imtiyozlarni qo'ldan boy berishingiz ehtimoli mavjud. Gap shundaki, ba'zi o'zgarishlar avtomatik tizimlar orqali amalga oshiriladi, lekin barcha ma'lumotlar raqamlashtirilmaganligi yoki ba'zi bir holatlar individual yondashuvni talab qilganligi sababli ayrim hollarda sizning faol ishtirokingiz talab etiladi. Bu shunchaki kichik bir o'zgarish emas, balki sizning o'z huquqlaringiz va imkoniyatlaringizni to'liq ro'yobga chiqarishingiz uchun yangi eshiklarni ochadigan jiddiy yangilikdir. Shuning uchun bu mavzuni chuqur o'rganish va tegishli choralar ko'rish juda muhimdir. Asosiy qism nimalarni bilish kerak, kimlar xavotirlanish kerak va kimlar xavotirlanishi shart emas. Keling, ushbu yangi o'zgarishlarning barcha jihatlarini batafsil ko'rib chiqamiz. Eng avvalo shuni ta'kidlash kerakki, gap nafaqa tizimining umumiy takomillashuvi va ba'zi pensionerlarga qo'shimcha moliyaviy yordam berish imkoniyatlari haqida ketmoqda. Bu yerda sizning shaxsiy ma'lumotlaringizning pensiya jamg'armasi bazasidagi aktualligi va to'liqligi juda katta ahamiyatga ega. Nimalarni bilishingiz kerak? Yangi qoidalar va hisoblash metodikasi ba'zi hollarda nafaqa miqdorini hisoblashda qo'llaniladigan o'rtacha ish haqi koeffitsentlari yangilangan bo'lishi mumkin. Bu shuni anglatadiki, sizning ishlagan davringizdagi ish haqingiz endi yuqoriroq koeffitsentlar bilan qayta hisoblanishi mumkin. Bu esa nafaqa miqdorining o'sishiga olib keladi. Misol uchun, ilgari ma'lum bir davr uchun ish haqi IMBN nisbatida inobatga olingan bo'lsa, endi bu nisbat IMBN 1 yoki IMBN 2 ga oshirilishi mumkin. Bu raqamlar shartli bo'lsa-da,
ularning har biri sizning nafaqa miqdoriga sezilarli ta'sir qilishi mumkin. Shuningdek, nafaqa tayinlashda hisobga olinadigan minimal va maksimal ish haqi miqdorlariga ham o'zgartirishlar kiritilgan bo'lishi mumkin. Ijtimoiylashuv dasturlari. O'zbekistonda aholining ijtimoiy himoyasini kuchaytirishga qaratilgan qator yangi dasturlar joriy etilmoqda. Bu dasturlar ayniqsa yolg'iz yashovchi, nogironligi bor yoki moddiy jihatdan qiynalgan pensionerlar uchun qo'shimcha yordam va imtiyozlarni nazarda tutadi. Ushbu dasturlardan xabardor bo'lish va ularga murojaat qilish sizning ijtimoiy ahvolingizni yaxshilashga yordam berishi mumkin. Misol uchun, kommunal to'lovlar uchun subsidiyalar, dori-darmonlar uchun kompensatsiyalar yoki bepul tibbiy ko'riklar kabi imtiyozlar mavjud bo'lishi mumkin. Mehnat stajini qayta ko'rib chiqish, ilgari borga olinmagan yoki noto'g'ri hisoblangan mehnat staji davrlari endi qayta tekshirilishi va nafaqa hisobida inobatga olinishi mumkin. Bu ayniqsa xususiy sektorda ishlaganlar, chet elda mehnat faoliyatini olib borganlar yoki mehnat daftarchasida xato yozuvlari bo'lganlar uchun juda muhim. Kimlar xavotirlanishi kerak? Bu guruhga kiruvchilar nafaqa miqdorini oshirish yoki qo'shimcha imtiyozlarga ega bo'lish uchun faol harakat qilishlari shart bo'ladi. Mehnat staji to'g'risidagi ma'lumotlari to'liq bo'lmaganlar, agar sizning mehnat daftarchangizda barcha ish joylaringiz yoki ish stajingiz to'liq aks ettirilmagan bo'lsa yoki ba'zi davrlarda ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlaringiz yo'q bo'lsa, masalan, siz qishloq xo'jaligida ishlagansiz, lekin ba'zi davrlar uchun rasmiy hujjatlar yo'q, yoki siz turli korxonalarda ishlagansiz, lekin ba'zi ish beruvchilar pensiya jamg'armasiga to'liq ma'lumotlarni taqdim etmagan. 2. Nafaqaga chiqqandan keyin ham ishlashni davom ettirganlar, agar siz nafaqaga chiqqandan so'ng ham rasmiy ravishda mehnat faoliyatini davom ettirgan bo'lsangiz va o'sha davrda ish haqi olib, uning hisobidan pensiya jamg'armasiga badallar to'lagan bo'lsangiz, bunday holatda sizning nafaqangiz qayta hisoblanib oshirilishi mumkin. Ko'pgina pensionerlar bu haqda bilmaydilar va o'z imkoniyatlarini boy beradilar. Misol uchun, 62 yoshli Alisher aka nafaqaga chiqqandan so'ng yana 3 yil davomida kichik bir korxonada buxgalter bo'lib ishlagan. Uning o'sha davrdagi ish haqi pensiya jamg'armasiga to'langan badallar bilan birga hozirda nafaqasini qayta hisoblash uchun asos bo'lishi mumkin. Agar Alisher aka bu haqida murojaat qilmasa, o'zi qo'shimcha ishlagan yillarning foydasini ko'rmaydi. 3. Qo'shimcha imtiyozlarga huquqi bo'lishi mumkin bo'lganlar, bu guruhga nogironligi bor shaxslar, yolg'iz yashovchi pensionerlar, o'quvchisini yo'qotgan oilalar, front orti mehnat faxriylari, shuningdek maxsus xizmatlari uchun davlat mukofotlari bilan taqdirlanganlar kiradi. Bu toifalar uchun yangi imtiyozlar yoki mavjud imtiyozlarning kengaytirilishi kutilmoqda. Masalan, 70 yoshli Gulnora bu yolg'iz yashaydi va hech kim unga yordam bera olmaydi. Yangi dasturlar orqali unga kommunal xizmatlar uchun subsidiya berilishi yoki oziq-ovqat mahsulotlari uchun qo'shimcha to'lovlar ajratilishi mumkin. Ammo buning uchun u o'zining ijtimoiy ahvoli haqida ma'lumot berishi lozim. 4. Eski tartiblar bo'yicha nafaqa olganlar, agar sizning nafaqangiz juda eski qonunchilik asosida hisoblangan bo'lsa va keyinchalik qabul qilingan o'zgartirishlar sizning nafaqangizga ta'sir qilmagan bo'lsa, sizning nafaqangizni qayta ko'rib chiqish imkoniyati mavjud. Misol uchun, 75 yoshli Ahmad bobo umr bo'yi zavodda ishlagan va nafaqasi juda uzoq yillar avval hisoblangan. Yangi qoidalar uning oxirgi ish haqi davrlarini yoki stajini yuqoriroq koeffitsiyentlar bilan qayta hisoblash imkonini berishi mumkin. Agar u murojaat qilsa, har oyda qo'shimcha 200 ming so'm olishi mumkin. Bu esa uning oylik nafaqasini ilk 1 million so'mdan ilk 7 million so'mga oshiradi. Bu har oyda katta farqni anglatadi. Kimlar xavotirlanishi shart emas, ammo baribir tekshirish kerak. Bu guruhga kiruvchilar uchun avtomatik qayta hisoblash imkoniyati yuqori, lekin shunga qaramay, ma'lumotlarni tekshirish hech qachon zarar qilmaydi. Nafaqasi yaqinda qayta hisoblanganlar, agar sizning nafaqangiz so'nggi 1-2 yil ichida allaqachon qayta hisoblangan bo'lsa, ehtimol sizga tegishli yangiliklar allaqachon inobatga olingandir. Lekin baribir pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, aniqlik kiritish ortiqcha bo'lmaydi. 2 mehnat staji va ish haqi bo'yicha to'liq va aniq ma'lumotlarga ega bo'lganlar, agar sizning butun mehnat faoliyatingiz bir joyda kechgan bo'lsa, mehnat daftarchangiz benuqson to'ldirilgan bo'lsa va ish haqi to'g'risidagi barcha ma'lumotlar arxivlarda mavjud bo'lsa, sizning nafaqangiz avtomatik ravishda qayta hisoblangan bo'lishi ehtimoli yuqori.
Biroq, hurmatli do'stlar, xavotirlanishi shart emas degani ibora, tekshirishi shart emas degani emas. Hech qachon xato qilishdan yoki o'z haqqingizni qo'ldan boy berishdan ko'ra ozgina vaqt sarflab hamma narsani tekshirgan afzal. Pensiya jamg'armasi ma'lumotlar bazasidagi eng kichik bir xato ham sizning moliyaviy ahvolingizga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, ismingizda bitta harfning noto'g'ri yozilishi yoki ish stajingizdagi bir necha oylik uzilish nafaqa hisobida o'z aksini topishi mumkin. Shuning uchun har qanday holatda ham o'zingizning shaxsiy ma'lumotlaringizni tekshirish va zarur hollarda murojaat qilish g'oyat muhimdir. Asosiy qism 2. Qoidalardan istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar. Nafaqa tizimi murakkab mexanizm bo'lib, unda faqatgina asosiy qoidalar emas, balki ko'plab istisnolar, ba'zi tushunarsiz tuyulgan nuanslar va afsuski fuqarolarning ishonchidan foydalanib aldashga urinuvchi firibgarlarning tuzoqlari ham mavjud. Aynan shu jihatlarga alohida e'tibor qaratishingizni iltimos qilaman. Qoidalardan istisnolar. 1. Maxsus toifadagi fuqarolar, veteranlar, urush qatnashchilari, nogironligi bo'lgan shaxslar, Chernobil AESdagi avariya oqibatlarini bartaraf etishda qatnashganlar, ba'zi kasblar egalari, masalan, konchilar, uchuvchilar va davlat mukofotlari bilan taqdirlangan shaxslar uchun nafaqa tayinlash va hisoblashda alohida qoidalar va imtiyozlar mavjud. Masalan, ularning mehnat stajiga qo'shimcha yillar qo'shilishi yoki nafaqa miqdori yuqori koeffitsiyentlar bilan hisoblanishi mumkin. Ba'zi hollarda ular imtiyozli nafaqa yoshiga ega bo'lishlari mumkin. Agar siz shu toifalardan biriga kirsangiz, o'z huquqlaringizni to'liq bilish uchun pensiya jamg'armasiga murojaat qilishingiz shart. Mintaqaviy xususiyatlar. Mamlakatimizning ba'zi hududlarida, masalan, tog'li yoki cho'l hududlarida yashovchilar uchun yoki ekologik noqulay hududlarda istiqomat qiluvchilar uchun alohida nafaqa koeffitsiyentlari yoki qo'shimcha to'lovlar belgilanishi mumkin. Bu mahalliy sharoitlarni hisobga olgan holda aholining turmush darajasini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan choralardir. Sizning yashash joyingiz bunday hududlar qatoriga kirsa, bu haqda aniqlik kiritishingiz kerak. O'to, soha xususiyatlari. Ba'zi sohalar, masalan, tibbiyot, o'qituvchilik, mudofaa tizimi xodimlari uchun maxsus nafaqa tartiblari yoki imtiyozlar bo'lishi mumkin. Masalan, uzoq yillar tibbiyot sohasida ishlagan shifokorlar uchun belgilangan muddatdan avval nafaqaga chiqish imkoniyati mavjud. Bu imtiyozlar barcha sohalarga birdek tegishli emas. Shuning uchun sizning kasbingizga oid maxsus qonunchilikni o'rganishingiz muhimdir. Tuzoqlar va firibgarliklar bu eng muhim ogohlantirishlardan biridir. Yangi o'zgarishlar haqidagi xabarlar tarqalganda, afsuski, bundan firibgarlar ham foydalanishga urinishadi. 1. Telefon orqali firibgarliklar sizga pensiya jamg'armasi yoki ijtimoiy himoya vazirligi nomidan qo'ng'iroq qilib, nafaqangizni qayta hisoblash uchun sizdan bank karta raqamingiz, PIN kodingiz yoki boshqa shaxsiy ma'lumotlaringizni so'rashlari mumkin. Hech qachon bu ma'lumotlarni hech kimga bermang. Rasmiy idoralar sizdan bunday ma'lumotlarni telefon orqali so'ramaydilar. Agar sizga shubhali qo'ng'iroqlar bo'lsa, darhol telefonni qo'ying va huquqni muhofaza qiluvchi organlarga xabar bering. 2. Eshik qoqib keluvchi xodimlar uyingizga pensiya jamg'armasi xodimlari deb o'zini tanishtirib, go'yoki nafaqangizni joyida qayta hisoblash yoki yangi imtiyozlarni rasmiylashtirish uchun kelishlari mumkin. Ular turli bahonalar bilan sizdan pul undirishga yoki qandaydir hujjatlarga imzo chektirishga urinishadi. Hech qachon notanish shaxslarni uyingizga kiritmang va ularning so'zlariga ishonmang. Rasmiy xodimlar faqatgina davlat xizmatlari markazlarida yoki pensiya jamg'armasi bo'limlarida qabul qiladilar va ular o'zlari sizning uyingizga kelishmaydi. Agar sizning og'ir kasalligingiz tufayli rasmiy murojaat asosida qo'shma xizmat tashkil etilmagan bo'lsa, har doim ularning shaxsini tasdiqlovchi guvohnomalarni so'rang va shubhali holatlarda rasmiy idoralarga qo'ng'iroq qilib aniqlik kiriting. Yolg'on ma'lumotlar tarqatish. Ijtimoiy tarmoqlar yoki messenjerlarda ba'zan tezda nafaqangizni oshirish to'g'risida yolg'on ma'lumotlar, linklar yoki ariza namunalari tarqalishi mumkin. Faqatgina rasmiy va tasdiqlangan manbalarga ishoning. Shubhali linklarni ochmang, chunki ular orqali kompyuteringiz yoki telefoningizga virus tushishi, shaxsiy ma'lumotlaringiz o'g'irlanishi mumkin. Noaniq nuanslar 1. Yashash minimumi va minimal iste'mol xarajatlari. Nafaqa miqdorini hisoblashda yoki ijtimoiy yordam ko'rsatishda bu kurslar muhim rol o'ynaydi. Ularning o'zgarishi sizning nafaqa miqdoriga bilvosita ta'sir qilishi mumkin. Bu ko'rsatkichlar har yili qayta ko'rib chiqiladi
va yangilanadi. 2. Mehnat stajiga kirmaydigan davrlar. Nafaqani hisoblashda har doim ham barcha davrlar mehnat stajiga kirmasligini bilish muhim. Masalan, ba'zi bir ta'tillar ish stajisiz davrlar yoki chet elda ishlagan, ammo rasmiy hujjatlar bilan tasdiqlanmagan davrlar inobatga olinmasligi mumkin. Bu esa umumiy nafaqa miqdoriga ta'sir qiladi. Ish haqi haqida ma'lumotlarning to'liqligi. Agar siz qaysidir davrda rasmiy bo'lmagan holda ishlagan bo'lsangiz yoki ish haqingiz konvertda berilgan bo'lsa, bu davrlar uchun sizning pensiya jamg'armasiga badallar to'lanmagan bo'ladi. Natijada bu davrlar nafaqa hisobida inobatga olinmaydi. Bu esa nafaqa miqdorining kamroq bo'lishiga olib keladi. Bu holatda sizning ish haqingiz to'g'risidagi ma'lumotnomalarning mavjudligi va ularning rasmiy ekanligi hal qiluvchi ahamiyatga ega. Chet elda ishlash. Agar siz chet elda ishlagan bo'lsangiz va o'sha mamlakatda nafaqa ta'minoti bo'yicha shartnomalar mavjud bo'lsa, sizning chet eldagi mehnat stajingiz ham O'zbekistonda nafaqa hisoblashda inobatga olinishi mumkin. Bu juda muhim nuans bo'lib, uning tafsilotlarini pensiya jamg'armasida aniqlash shart. Bu murakkab tizimda har bir nuansni tushunish qiyin bo'lishi mumkin. Ammo eng muhimi, har doim rasmiy idoralar bilan to'g'ridan to'g'ri bog'lanish va shubhali vaziyatlarda mutaxassislardan maslahat olishdir. O'zingizning huquqlaringizni bilish va himoya qilish bu sizning vazifangiz. Amaliy maslahatlar. Tomoshabin nima qilish kerak? Hurmatli pensionerlar, yuqorida aytilganlarning barchasidan kelib chiqqan holda sizning moliyaviy barqarorligingizni ta'minlash va barcha imtiyozlarga ega bo'lishingiz uchun aniq va bosqichma-bosqich harakatlar rejasini taqdim etaman. Bu juda muhimdir. Shuning uchun har bir bandni diqqat bilan o'rganing va ularga amal qiling. Biling, rasmiy ma'lumot manbalarini tekshiring. Birinchi qadam bu faqatgina tasdiqlangan va rasmiy ma'lumot manbalariga ishonishdir. O'zbekiston Respublikasi Pensiya jamg'armasining rasmiy veb-sayti pf.gov.uz, Ijtimoiy himoya agentligining sayti Mohs.uz va yagona interaktiv davlat xizmatlari portali my.gov.uz siz uchun asosiy tizimdagi barcha yangiliklar, qonun hujjatlari, siz nafaqa tizimidagi barcha yangiliklar va ishonchli ma'lumotlarni topishingiz mumkin. Shuningdek, mahalliy davlat xizmatlari markazlari va pensiya jamg'armasi bo'limlarining axborot stendlarida ham dolzarb ma'lumotlar ilib qo'yiladi. Ikki shaxsiy nafaqa ishingizni ko'rib chiqing. Sizning nafaqa ishingizda saqlanadigan ma'lumotlarning to'liqligi va to'g'riligini bilish uchun pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qiling. Siz o'zingizning mehnat stajingiz, ish haqi haqidagi ma'lumotlar va pensiya jamg'armasiga to'langan badallar haqida batafsil ma'lumotnoma vibasiga olishingiz kerak. Bu ma'lumotnomada sizning barcha mehnat faoliyatingiz davrlari, olgan ish haqingiz va hisoblangan nafaqa miqdori aniq ko'rsatilgan bo'ladi. Agar sizda bu ma'lumotnoma bo'lmasa yoki unda biror xatolik yoki kamchilik borligiga shubha qilsangiz, zudlik bilan uni pensiya jamg'armasidan oling va diqqat bilan o'rganib chiqing. Kerakli hujjatlarni to'plang. Agar siz nafaqangizni qayta hisoblash yoki yangi imtiyozlarga ega bo'lish uchun murojaat qilmoqchi bo'lsangiz, quyidagi asosiy hujjatlar sizga kerak bo'ladi. Pasport asli va nusxasi, mehnat daftarchasi asli va nusxasi. Undagi barcha yozuvlar aniq va to'g'ri ekanligiga ishonch hosil qiling. Agar yozuvlarda xatoliklar yoki o'chir-o'chirlar bo'lsa, ularni avvalgi ish joyingiz orqali yoki sud tartibida to'g'rilashingiz kerak bo'ladi. Ish haqi ma'lumotnomalari pensiya jamg'armasi talab qilgan davrlar uchun. Ayniqsa, eng ko'p ish haqi olgan yillar uchun bu ma'lumotnomalar muhim. Agar korxona tugatilgan bo'lsa, arxivlardan ma'lumotnomalar olishingiz kerak. Bu jarayon biroz vaqt talab qilishi mumkin, shuning uchun uni oldindan boshlang. Nikoh guvohnomasi yoki ajrim to'g'risidagi guvohnoma. Agar oilaviy ahvolingiz o'zgargan bo'lsa, bu ma'lumot ba'zi ijtimoiy imtiyozlar uchun muhim bo'lishi mumkin. Farzandlaringizning tug'ilganlik haqidagi guvohnomalari, ayniqsa ko'p bolali onalar uchun. Nogironlik haqidagi ma'lumotnoma, agar mavjud bo'lsa. Davlat mukofotlari to'g'risidagi hujjatlar, agar mavjud bo'lsa. Boshqa qo'llab-quvvatlovchi hujjatlar, masalan, harbiy bilet, oliy ta'lim muassasasini tugatganlik haqidagi diplom va boshqalar. 4. Tegishli idoralarga murojaat qiling. Hujjatlaringizni to'plagandan so'ng, siz bevosita pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga yoki davlat xizmatlari markazlariga murojaat qilishingiz kerak. Bu joylarda sizga malakali yordam ko'rsatiladi va savollaringizga javob beriladi. Bu yerga borishdan oldin
ish vaqti va qabul kunlarini aniqlashtirib olishingizni tavsiya qilaman. Ba'zi xizmatlar uchun yagona interaktiv davlat xizmatlari portali My.gov orqali onlayn murojaat qilish imkoniyati ham mavjud. Agar siz internetdan foydalanishni bilmasangiz, farzandlaringizdan, nabiralaringizdan yoki yordamchi kishilardan ushbu portal orqali murojaat qilishda yordam berishlarini so'rang. 5. Arizalarni diqqat bilan to'ldiring. Murojaat uchun beriladigan arizalar va blankalarni juda diqqat bilan to'ldiring. Har bir satrni tushunib yozing. Agar qaysidir savolga javob berishda ikkilansangiz yoki tushunmasangiz, zudlik bilan mas'ul xodimdan so'rang. Noto'g'ri to'ldirilgan hujjatlar sababli arizangizni ko'rib chiqish, kechikish yoki hatto rad etilishi mumkin. Agar o'zingiz to'ldirishga qiynalsangiz, mas'ul xodimlardan yordam so'rashdan tortinmang. Ular sizga bu borada ko'mak berishga majburdirlar. 6. Murojaatingizni kuzatib boring. Arizangizni topshirgandan so'ng shunchaki kutib o'tirmang. Murojaatingiz qaysi bosqichda ekanligini, qachon ko'rib chiqilishini va qanday natija bo'lishini muntazam ravishda kuzatib boring. Sizga murojaatingizni ro'yxatdan o'tkazganlik haqida kvitansiya yoki ma'lumotnoma berilishi kerak. Undagi raqam orqali siz My.gov.uz portali orqali yoki pensiya jamg'armasiga qo'ng'iroq qilib, murojaatingizning holatini tekshirishingiz mumkin. Belgilangan muddatdan ko'proq vaqt o'tsa va sizga hech qanday xabar kelmasa, yana murojaat qiling. Ba'zan hujjatlar bilan bog'liq kichik muammolar tufayli jarayon sekinlashishi mumkin. Shuning uchun o'zingiz nazorat qilishingiz muhim. Unutmang, bu jarayon biroz vaqt va sabr talab qilishi mumkin, ammo natijada siz o'zingizga tegishli bo'lgan barcha imtiyoz va nafaqalarni to'liq olishingiz mumkin. Sizning faolligingiz va diqqatkorligingiz bu muvaffaqiyat garovi. Xulosa va yakuniy chaqiriq. Aziz tomoshabinlar va qadrli nafaqaxo'rlar, bugungi videomizda sizlarga nafaqa tizimidagi so'nggi o'zgarishlar, bu o'zgarishlarning sizning hayotingizga ta'siri, kimlarning e'tiborli bo'lish kerakligi, shuningdek e'tiborsiz qoldirmaslik kerak bo'lgan istisnolar, tuzoqlar va muhim nuanslar haqida batafsil ma'lumot berdim. Shuni unutmaslik kerakki, bu o'zgarishlar sizning hayotingizni yaxshilash, moliyaviy ahvolingizni mustahkamlash uchun yaratilgan yangi imkoniyatdir. Biroq bu imkoniyatdan to'liq foydalanish uchun sizdan faollik, diqqatkorlik va to'g'ri harakatlar talab etiladi. O'zingizning huquqlaringizni bilish va ulardan to'g'ri foydalanish sizning asosiy vazifangizdir. Agar sizda yana qo'shimcha savollar paydo bo'lgan bo'lsa yoki bu videodagi ma'lumotlar haqida o'z fikrlaringizni bildirmoqchi bo'lsangiz, ularni izohlarda yozib qoldiring. Men har bir izohni o'qib chiqishga va imkon qadar ularga javob berishga harakat qilaman. Videoga like bosishni unutmang, chunki bu videoning ko'proq odamlarga yetib borishiga yordam beradi. Va albatta, kelgusidagi foydali va muhim ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling. O'zingizni ehtiyot qiling, o'z haqqingiz uchun kurashing. Keyingi videolarda ko'rishguncha.